Diqqat qiling, O'zbekistonda ayrim xodimlarga endilikda uy-joy uchun subsidiyalar beriladi. Prezident farmoni e'lon qilindi. Barcha fuqarolar kech qolmasdan videorolikni oxirigacha ko'rib, albatta yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda ayrim shifokorlarga imtiyozli ipoteka krediti berish tartibi tasdiqlandi. Vazirlar Mahkamasining 4-iyulda kuchga kirgan qarori bilan O'zbekistonda ayrim tibbiyot xodimlariga uy sotib olish uchun subsidiya berish tartibi tasdiqlandi. Qaror bilan davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil ish stajiga ega bo'lgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga uy-joy bilan ta'minlash uchun ipoteka krediti asosida sotib olinadigan uy-joylarga dastlabki badal to'lovlarini bir qismini qoplab berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Prezidentning 2025-yil 9-noyabrdagi qarorida har yili 15 yil ish stajiga ega tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga ipoteka krediti asosida sotib olinadigan uy-joyning 25% dastlabki badal to'lovi berish kuzatilmoqda. Nizomga ko'ra subsidiya fuqaro yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkaziladi, hudud doirasida ajratiladi. Fuqaro yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan hududdan qat'iy nazar istalgan hududdan subsidiya dasturi doirasida birlamchi uy-joy bozoridan uy-joylarni ipoteka krediti asosida sotib olishi mumkin. Ariza beruvchi subsidiya olish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki may.gov.uz portali orqali murojaat qilishi mumkin. Ariza beruvchini baholashda quyidagilar tasdiqlanishi shart hisoblanadi. Amalda davlat tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritayotganligi, davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yil ish stajiga ega ekanligi tasdiqlanadi va tekshiriladi.